birinchi navbatda bizlarni davlatimiz rahbari qo'llab-quvvatlayapti. Men shuni bilaman. Rahbar ayollar ko'payaversa, qizlar ham o'qishga ko'proq harakat etadi. Shunday yashashga harakat etadi. Qizlarda ham intilish bo'ladi. Nargiza, qizim, kel oldimga. Akalaringga xalaqit qilma, ular dars qilish kerak. Voy. Jonim qizim, yur men bilan. Akalaring darslarini qilishsin, ularga xalaqit qilma. Yo'q, oyi, agar Nargizga qiziq bo'lsa, o'tiraversin. Bizga umuman xalaqit bergani yo'q. Rostdan? Ha? Men ham o'qiyman. Nimalarni o'qiyapsan endi? O'rgatyapsan, bolam? Ha. Sen aqllilari. Mana shu tuman markazida men tug'ilganman. Yoshligim mana shu yerda o'tgan. Ikkita akam, bitta ukam bo'lgan. Ular nima qilsa, o'sha narsani qilgan. Aleyküm assalam. O nerede izliyorsunuz nima? Avtomobilist injener edilar, lekin ko'p yil rahbar bo'lib ishlaganlar qo'shni tumanda. Meni juda qo'llab-quvvatlardilar. Men uchun eng birinchi ustozam dadam. Ko'p narsalar o'rganganman. Men butun oilamning hissasiga oid bo'lgan 5 Hop oğlum. Ha, dada? Dersini qilyapsanmi? Ha. Senchi, sen ham qilyapsanmi dars? Hop, kimdan birinchi so'raymiz? Manda. Iye, sizdan? Sizdan nimani so'raymiz? She'r. She'r. Qani aytib beringchi bitta she'r. Asal qizim o'zimmi? Asal qizim shu. Hammadan esi ko'p, ha? Hammadan aqlli. Men bog'chaga borgunga qadar akamlar menga sanashni ham o'rgatgan, yozishni ham o'rgatgan, she'r aytishni ham o'rgatgan, hamma narsani o'rgatgan. Onam meni chaqaloqligimdan bog'chaga berganlar. Shu bog'chada katta bo'lganman. Yonimdagi dugonalarim katta, endi bir gruppada 2-3 yoshlar farqi ham bo'lardi. Ular maktabga ketib qolgandan keyin maktabga boraman deb rosa onamga azob berganman. Bog'chaga bormayman deb yomonlik aytadim. Kech qolib boradim darsima. Nargiza men ertak bilan kech qoldiradi. Maktabga boraman deb aytadi dedim. Olib kel dedilar bizlar. Men medsestraning shprichini olib qolamiz, Nargizani qo'rqizamiz dedilar. So'ng qaytib maktab demaydi dedilar. Haydab buknisiga eltdim uning. Buning papkasi ham bor, formasi ham bor, hamma yonida qo'yib yotadi. Maktabga bormasdan buni ham.
keyin olib keldi. Salim opa, uzr kech qoldik. Assalomu alaykum. Nega kech qolasiz? Bilasiz-ku, bu yerda sizdan boshqa ingliz tili o'qituvchisi yo'q. Uzr, Nargizani bog'chadoshlari hammasi maktabga chiqishdi-da. Yoshimiz yetmay qoldi. Nargiza bo'lsa, men ham maktabga chiqaman, bog'chaga bormayman deb rosa xarxasha qildi. Shunga zo'rg'atdan ko'ndirdim. Shunaqa deng. Bolamni uyda olib qoladigan odam bo'lmadi. Shunga kech qoldik. Uzr. Sizga har qanday sharoitni yaratib berishimiz kerak. Nargiza hozir necha yosh? 5 ga kirdik. Hali maktabga borishiga vaqt bor ekan. Sanashni bilasanmi? Ha, bilaman. Qani sanachi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Voy, 100 gacha sanashni bilasanmi? Men 100 dan 1 gacha teskari sanashni bilaman. Voy, qaragina. 100 gacha sanab berdim. So'ng teskarisini ham sanashni o'rgatgan ekan. Teskarisini to'xtamadim. Nima desa qo'shish, ayirish. Keyin yo'q dedilar, seni jurnalga yozib qo'yaman dedilar. Men endi seni onangga bermayman dedilar. Maktabda shunday o'qituvchimiz meni o'zlari arza yozib, ota-onamning nomidan, onamning gapiga quloq qo'ymasdan 6 yoshimda noyabr oyida meni maktabda olib qolganlar. Men sentyabrdan bolalarga o'xshab maktabga bormaganman. Otasi bir muddat nohaq tergov va sud so'roqlariga tortiladi. Bu sinovlar otasining sog'lig'ini yemirayotganini ko'rgan Nargiza shifokorlik kasbini tanladi. To'g'risini aytsam, sizlarga o'xshab jurnalist bo'lish, suxandon bo'lish orzu qilganman. Keyinchalik 84-85-yillarda Gidlan Ivanovlar repressiyasi bo'ldi. O'shanda mening dadam ham shu repressiyaga tushganlar. Lekin kuzataman dadamning salomatliklari, boshqasi. So'ng o'zimga ahd qilganman. Men shifokor bo'laman, kardiolog bo'laman. Toshkent tibbiyot institutida ham u ilg'or talabalar safida bo'ldi. Bu yerda unga institutda qolib ilmiy izlanish, aspiranturada o'qishni davom ettirish taklifi berildi. Ammo u boshqa yo'lni tanladi. O'z tug'ilgan yurtiga qaytishni, qishloqdagi oddiy odamlar dardiga davo topishni afzal ko'rdi. Hamma o'sha paytda qishloqdan shaharga intilsa, biz qishloqqa qaytib keldik. Bizlar o'zi Buxoroda ishlardik. Ota-onam qaror bo'lganligi uchun o'zimizning ishimizni tashlab bu yoqqa kelganmiz. Bu yerga ishga kelgandan keyin ham ish faoliyatimni boshladim. Hatto abdominalni forma, atipishni forma, infarkt miokardlari diagnoz qo'yib bilmay o'lib ketgan. Eng og'ir kasallar reanimatsiyada kardiolog kasallari holatidan, og'ir holatlardan chiqarardim. Funksional diagnostikaga ikkiga vrachchi bo'lib ishga kirdilar. Yonma-yon ishlaganmiz. Shu davrlarda birgalikda kishi yosh glavvrach. Bir ayol og'ir ahvolda kelgan paytda uylaridan chaqirganmiz. Ko'p qon yo'qotgan, shu qon ketishni to'xtatib, qonning o'rnini bosish maqsadida tumanda endi o'sha payt ham sharoit og'irroq edi. U paytlar to'g'ridan-to'g'ri qon quyilar edi. To viloyat kelgunga qadar shu harbiylardan 70 ta harbiy soldatni olib kelib, shulardan hammasidan qon olib, shu ayolning gruppasidagi qonni tashkil qilib, quyib ertalabgacha ayoli stabil ahvolga keltirganlar. Glavvrach bo'lganda 29 yoshimda ham qaynonam qo'llab-quvvatlaganlardi. Qaynonam o'qimagan bo'lsa ham rosa tushunardilar. Biron og'ir kasal bo'lsa chaqirsalar, o'sha tugayotgan chuchvara ham shunday chala qoladi, suprada o'sha xamirmam qolib ketardi, o'qot ham chala qoladi. Men turib og'ir kasallik sostayandan chiqarishga chiqardim. Kechasi bilan qolib, tongda kirib kelgan paytlarim bor. Film qahramonining muvaffaqiyatlari, qat'iyati va xalqparvarligi tasodif emas. Bu natija unga bolaligidanoq bildirilgan ishonchning mevasi. Prezidentimiz selektorda e'lon qilganlar. To'raqo'rg'on tumani bilan Olot tumaniga men ayol hokim qo'ydim deb.
Nargiza Isomidinovani ota bobolari ham bir juda bir yaxshi insonlar. Mana shu odamlarga nisbatan mehrli. Bu yerda endi olatda to'g'rigo'y. Hozir javob odamlarimiz juda ko'proq. Shu har bir narsani ochiq aytib eshitishni yaxshi ko'radilar. Xalq bilan til topib biladigan qobiliyati borligidan odamlar bilan yaxshi til topib ketdi. Bu yerda 3 ta mehr bilan ish boshladi. Birinchi ayollik mehri, onalik mehri, rahbarlik mehri bo'ldi-da. Ana shundan ishlar yurishib ketdi-da. 3 ta mehrni birlashtirib, bu kishi xalqning ichiga kirib bordi. Rahbar ayol bo'lsa shuncha bo'ladi-da. Bu kishi kelganlardan korrupsiya yo'qoldi. Eng zo'r narsa yutuq. Bironta odamga pul berish, tiqish yo oldiga tushib xizmatini qilish degan narsa olatda mana 5 yil yo'q ana shu narsa. Buni ekanki mana respublikada ham ayol rahbarlarni qo'rqmasdan katta lavozimlarga qo'yish kerak. Bu prezidentimiz siyosati bilan bo'lgan. Do'q bo'lsasiz, katta topshiriqsiz, qishloq xo'jaligi ham, ta'lim ham, meditsina ham, boshqa xalqqa xizmat ko'rsatib tashkilotlar ham bemalol ishlab ketadigan rishakni qo'lga olganligi shunday qaradiki, demak tumanda boshqarilyapti. Oldingi davrlarda biz 70 yoshga borib qolganman, do'q bo'lsa, turli rahbarlarning so'kinchlari bilan ishlaganmiz. Ana shiringlar do'q bo'lsasiz. 29 yoshida siyosiy va ijtimoiy sohasidagi faoliyatini boshlagan Nargiza Ne'matova endi odamlarning faqatgina salomatligi uchun emas, hayot tarzi uchun ham jon kuydirardi. Men kelganda to'g'risini aytsam 12 nafar ayol o'z yoniga qasd qilgan, shuning 7 tasi o'zini yoqqan. Shu holatda ko'rsatishlar rasvo, men shu holatda kelganman. Ayollar tushkun holatda. O'sha paytda mahallalarda maslahatchi, xotin-qizlar faol, ayollar hech nima yo'q edi. Faqat o'zim ishlashga to'g'ri keldi. Haqqoni qiynalardi ayollar u paytlar. Shularga yordam berib, o'zimga qoniqish hosil qila boshladim. Ishimni yaxshi ko'rib qoldim. Haqiqatda yaxshi ko'rib qoldim. Taqdir aka mana shu ishda 19 yildan ko'p, 20 yilga yaqin xotin-qizlar oila masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimda ishladim. Nargiza Ne'matova Buxoroda ilk ayol hokim sifatida ish boshladi. Endi uning hayotidagi eng katta ishonch prezident tomonidan bildirildi. Olatliklarga o'zimni hurmatim va og'ir sharoitda, issiq cho'lda ishlab, lekin mana shunday natijaga erishib, mana bugun prezidentga shunday va'da beryapsiz. Men sizdan juda minnatdorman va bitta narsani biling, mana shu sizdagi bo'lgan fidoyilik, sizdagi bo'lgan mana shu jonkuyarlik Buxoro ayollariga obro' olib kelyapti. Buxoro ayollari ko'p narsaga qodir ekandan dalolat beryapti. Men sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Hokimlik lavozimiga kirishganining 28-kunida olotliklar katta sinovga duch keldi. Turkmanistondan kirib kelgan kuchli shamol uylarni tomsiz qoldirdi. Tabiatning bu kutilmagan sinovi Olot tumanida hayotni bir lahzada o'zgartirdi. Birdan talafot boshlandi. Daraxtlar hammasi sinib, yo'llarga to'kilgan, mashinaga yo'l bo'lmagan. Shunday xuddi urush holatiga tushgansan, yig'lab o'zim piyoda aylanib rayon aylanganman. Men rahbarman, bularning hammasining taqdiriga javobgar shaxsman. Birinchi kallama kelgan narsa nima bo'ldi bilasizmi? Ayol rahbar bo'lganim Xudoga yoqmadi. Shuning uchun meni jazolab o'tiribdi degan fikr o'tdi. Hamma narsa qatishib ketdi. Tomlar uchib ketdi, derazalar uchib ketdi. O'zimiz bir kunjakda yotdik. Shu darajali kuchli bo'ldiki, haligi hamsayaming tapchani o'tiradigan karti uyima uchib kelib tushdi. Tomlar, bizlar shipirlar, nimalar, 3 ta ko'cha nariga o'tib ketdi. Qatishib ketdi hamma narsa. Yillab qurilgan uylar bir lahzada vayron bo'ldi. Odamlar xavotirga tushdi. Katta sinov qarshisida qolgan Ne'matova talofatli maydonning o'rtasiga qarab yo'l oldi. 22 mingta xonadon bo'lsa, o'sha paytda 15 mingta tomi ketgan. Eng yomoni bilasizmi? 3 kundan keyin shunaqa yomg'ir quydi, bir sutka yomg'ir yog'di. Tomi ketgan yomg'irda odamlar uylari chiroyli remont bo'lgan-ku, 3 kungacha odamlar kelmadi, dotvoy qilmadi. Endi uydagi chiroyli Yevro remont, chiroyli hamma narsasi yomg'irning tekida
dabdalasi chiqqandan keyin odamlarning vajohatini, ayollaring dod deb kelishini ko'rsangiz. So'ng odamlar jazavaga tushdi. Juda qiyin bo'ldi. Birinchi marta rahbarlik qanchalik og'ir ekanligini tushundim. Yigirma 7-chislada talafot bo'lgan bo'lsa, endi ertalabiga vertolyotlar uchib boshladi. Bosh vazirimiz, bosh vazir o'rinbosarlari, hamma mudofaa vazirlari vertolyotda uchib kelib boshladilar-da. Prezident kelyapti dedilar. Men o'zim yetib kelganim qanday og'ir bo'lmasin, qo'limda hamma ma'lumot bor. Men ham xalqimiz ham sizga katta ishonib turgandik. Mana ishonchimizni yana mana ko'zingiz keldingiz. Bundan keyin yana yaxshi bo'ladi aytganingizdek. Endi men ichimda kechgan, hamma kechimni aytdim-da, kallama kelgan narsa nima bo'lgan? Xuddi Toshkent zilziladan keyin yangi bo'lganday, Boxona bilan shu talafatdan keyin Olot ham yangi bo'ladi deyman. Mana siz keldingiz deyman. Shundan keyin prezidentimiz kulib yubordilar-da. Shunday qilasizlar, Olot yangi bo'lish kerak. Prezidentimiz 100 yilda Olotga qaralmagan, 100 yilda qilinmagan ishi dedilar. 3 yilda Olot uchun qilib beraman dedilar. Hozir menda kichik sanoat zonam boshqa tumanlarda hali to'la egallab olinmagan, menda 100% egaman. Kichik tadbirkorlarim hisobiga bajaryapmiz. O'sha tadbirkorlar bilan. Asosiy drayverimiz to'qimachilik sanoat. Hokimlik uzoq yillar davomida faqat erkaklar dunyosi deb kelingan. Boshqaruv, qarorlar, katta majlislar, bu muhitda ayollar yuzi kam ko'rinar, ularning so'zi esa ko'pincha jiddiy qabul qilinmas edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev jamiyatdagi eski stereotiplarni buzib, O'zbekistonda ayol rahbarlarga ishonch bildirdi. Nargiza Ne'matova Buxoroda ilk ayol hokim sifatida ish boshladi. Endi uning hayotidagi eng katta ishonch prezident tomonidan bildirildi. Uning hayoti minbarlar, tribunalarda emas, oddiy xalq ichida, odamlar bilan birga, xalq dardi bilan o'tyapti. Tantanali nutqlar o'rniga xalqning ovoziga quloq tutadi. Yo'limizda shu shag'allashtirish bo'lmadi-da, shu yo'lni ham to'kata qurib tashladilar, shular bir yo'limni qonuniy kadastr chiqarasan, yo'llarni yopib tashlagan, qonuniy o'zining territoriyasida bo'lmasa, ular hammasini yiqishab berasan. Sen yo'lni ochib berasan, keyin shag'allashtirib beramiz. Zerikmay hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi kunlari ko'rib o'tiribsiz. Shukr etish kerak faqat. Topshiriq beradi, ijrosini so'rash boshlaydi. Lekin birinchi navbatda qiladigan ishlari, so'raydigan masalalari oilang tinchmi bugun? Mana topshiriq berganlardan keyin bizlar o'rinbosarlar, tashkilot rahbarlar qila olmasak bu ishni, ijrosi ta'minlanmasa qo'ymaydilar. Uning boshqaruv uslubi oddiy va insonparvar. Rasmiy uchrashuvlar va qabullar o'rniga oddiy xonadon eshiklarini taqillatadi. 3 yil oldin Xurshida Rahimovaning hayotiga katta sinov keldi. Uning eri to'shakka mixlanib qoldi. Orqa miya yallig'lanishi, o'ng taraf falajlik deb tashxis qo'yildi. Yurolmay qoldilar, hattoki hokim opam uyimga kirib keldilar. Ering kasali uchun davolatishga yordam beraman, lekin sen ikkita bolangni boqishga o'zing topasan deganlarda men juda tushkunlikka tushib, hattoki Nargiz opadan xafa bo'lib qoldim-da. Ammo hokim unga baliq emas, balki qarmoq berdi. Yo'l yo'riq ko'rsatdi. Kichik tadbirkorlikni boshlashi uchun imkoniyat yaratdi. Menga shunaqa gaplar bilan kuch berdilarki, bu ayoli boshida yomon ko'rib qoldim-da ochig'i. U ayol meni qarib onam qatori. Men yosh undan. Nimaga u butun tumanni boshqarganda men bitta oilani daromadini topa olmayman.
Keyin shundan oddiygina shu mardikorchilikdan boshladim, ro'zg'or tiklash uchun. Nargiz opaning takliflari bilan shu Bayot mahallasiga agent xodim bo'lib olindim. Keyin qo'rqmasdan kredit ola bildim. Imtiyozli kredit oldim, issiqxona qurdim. Ko'chat yetishtirdim. $1200 foyda qildim. Balki menga masanga deb qanchadir bir 4 so'm 5 so'm qo'limga pul berib ketganlarda men bu darajaga yetmas edim. Yana borardim. Beradi-ku Nargiz opa, beradi. Erim kasalligini pesh qilsam beraveradi-ku deb yana borardim. Kambag'allik ro'yxatda turganmiz mahallada. Hozir Allohga behisob shukr, ro'yxatdan chiqqanmiz. Issiqxonalardan topayotgan daromadlarimizga sigir oldik buzog'i bilan. Hokim yordami bilan Toshkentga borib, tashxis qo'yib, yerda davolandik. Bu yillar nasib bo'lsa, shu parni ko'chatini yetishtirib, xalqqa tarqatamiz. Tovuq oldik. Ertalab bolalarim nima yeymiz degan savolga sut bor, tuxum bor degan javoblarimiz bor. Allohga shukr. O'zimizdan ortganini qo'ni-qo'shnilarga, so'rab kelganlarga beramiz, sotamiz. Xurshida o'z qo'llari bilan kelajagini qurdi. Bu yerda suv bor, bu yerda termometr bor, ekish paytida foydalangan temperaturasini o'lchab. Bu yerda dalalari uzoqdan ko'rish uchun turbin bor. Bu mana 2 kilometrcha ko'rsatadi uzoqligi. Bu binokl. Ba'zida ana bu dalalarda shunaqa joylar bor, mashina ham o'ta olmaydi-da. Loy bo'ladi, kira olmaymiz dalaga. Lekin ko'rishimiz kerak, ichki tuproq sho'rlik baland, dala kiyim alohida, ijtimoiy soha obyektlar, ta'lim soha obyektlari, yana qizlar bor u yerda. Meni ko'rib, ular mendan motivatsiya olish uchun ular o'zlariga mos kiyimlar kiyishim kerak. Mashinada hamma narsa topsa, hamma narsa topsa bo'ladi. Assalomu alaykum. O'rinov. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Hormanglar. Bor bo'ling, qandaysizlar? Hormanglar. Yaxshimisizlar? 24 soat telefon qilsak ham ko'taradilar. To'g'risi, masalan, o'tgan kun ham mana bu yoqda tomchilashimiz bor, suv olishimiz kerak. Kecha soat 12 da telefon qilganman. O'shanda ham mana suvning boshqarmaning vatxozning boshlig'i bilan ulab, nimaga suv bo'lmayapti, nimaga bo'lmayapti, mana bugun ertalabdan qo'shtirib berdilar-da. Tinim bilmaydilar. To'g'risi, menimcha erkak hokim bo'lganda bunaqa hech qachon Olot tumanida eng fidoyi inson shu kishi bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zlariga hech ham aytmaganman bu gaplarni, lekin bu chin yurakdan bor narsani aytyapman. Tuman hokimi ayol kishi bo'lib shunchalik ishlab turganda biz erkaklar qandaydir suskashlik qilib ishlashga umuman haqimiz yo'q. To'g'risi, yuzimiz ham chidamaydi. Ko'ryapsiz, mana terak atrofimiz asosan cho'l biyobonlar. Yerlarimiz juda sho'rlangan, qishda juda ham sovuq, yozda juda ham issiq. Bizning tumanimizda harorat 50-55 gradusgacha ko'tarilib ketgan vaqtlar bo'ladi. Shanba bozor kelganimda, men hudud aylanganimda shu Nargiz opani ham o'sha mashinada o'tirib, hududlarda bir o'zi aylanib, jig'ib-yo'ron bo'lib, kuyinib, yonib, kimlar bilan uchrashib, kimlargadir yordam berib, kimlardadir muammosi bo'lsa yo kimlardir shu qishloq xo'jaligida kamchilik qilganini bo'lsa, kuyinib, o'sha gapirganlarni juda ko'p guvohi bo'lganman. Shundan keyin to'g'risini aytishim kerakki, shu Nargiz opaning shu hokim sifatida uning fidoyiligiga to'g'risini aytsam hurmatim oshgan. Ayollar bilan erkaklar
tenglik to'g'risida mana oxirgi vaqtlarda prezidentimiz juda ham ko'p jon kuydiryaptilar. Birinchi navbatda bizni ayollarimizga bo'lgan prezidentimiz munosabati. Ikkinchidan singillarimiz, onalarimiz qaysidir ma'noda teng huquqda biz bilan birgalikda O'zbekistonda yaratilayotgan islohotlardan ular ham motivatsiya olib, teng huquqqa ega bo'lib yashash kerak deb hisoblayman. Tenglar ichida teng bo'lmoqchi bo'lsak, bizni ayollarga bo'lgan munosabatimiz o'zgarishi kerak. Biz ayollarimizni hurmat qilishini, ularning iqtidori, salohiyati bizdan kam bo'lmasligini tan olishimiz kerak. Ertalab 7 bilan chiqamiz ishga. Obedimiz ham pochta mashinaning ichida bo'ladi. Shunda ishlaydilar. Nargiz opa endi yo'l-yo'lakay hamma topshiriqlar berib ketaveradilar. Qishloq xo'jaligi hammasi oson tushunadilar. 3-4 hokim bilan ishlaganmiz. Eng yaxshi hokimimiz Nargiz opalar. Qaysi hokimlar bilan ishladingiz? 3 hokim bilan ishlayapman-da. Hammalaringizga omad, sog'lik, yaqinlaringiz salomat. Bu xalqqa yaqin, ularning dardini eshitishni bosh vazifa deb bilgan hokimning uyi. Hokim barcha ayollar singari sahar turib non yopadi. Bu xonadonda katta orzular, mas'uliyatli qarorlar va xalq dardini yengil qilishga qaratilgan niyatlar tug'iladi. Maktabda o'qiganmiz, keyin men 9-yillarda aniq muhabbat uyg'ongan o'zim yerda. Ishda qattiqqo'l rahbar, uyda mehribon ayol, rafiqa, bolalarning onasi, o'zi shijoatli ayol, mas'uliyatni sezadigan ayol. Ba'zida joniga tegib keladi. Charchadim deydi, endi yarim kecha soat 1-2 da, ba'zi 3 da keladi, charchadim deydi. Charcha ketdi. Ba'zida rahmim keladi, lekin endi nima qiladi, iloji yo'q. Salkam chorak asr davlat boshqaruvida ishlayotgan hokim va tumanning taniqli shifokori bo'lgan turmush o'rtog'i hamma qatori oddiy, shinamgina fayzli xonadonda yashaydi. Hatto bu oilaning shaxsiy avtomobili ham yo'q. Velosipedda qatnayman-ku. Ertalab ishga boraman, yana velosipedda ishdan qaytib kelaman. Qulay. Ham sog'likka foydasi bor. Istamoqda bo'laman deb o'zim niyat qilganman, keyin mana Xudoga shukr. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yil yanvar oyida Nargiza Ne'matovaning faoliyatini yuqori baholab, uning ish uslubini o'rnak qilib ko'rsatdi. Mehnatlari e'tirof etilib, 2020-yilda sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandi. Siyosiy sahnada yangi davr boshlandi. Ayollar faol ishtirok etib, tenglik va imkoniyatlar haqiqatga aylanmoqda. O'zbekistonda davlat boshqaruvidagi ayol rahbarlar soni ortib boryapti. Ular hokim, vazir, deputat kabi muhim o'rinlarda mehnat qilmoqda. Bu jarayonning markazida esa Prezident Shavkat Mirziyoyevning qat'iy siyosiy irodasi va ayollarga bo'lgan ishonchi turibdi. Rahbar ayollar maktabi dasturi muhtaram halollik va madaniyat yuqori bo'ladi. Shaxsan o'zim ham
mazkur o'quv kursida ta'lim oldim va bundan faxrlanaman. Mahalliy davlat hokimiyat organlariga rahbarlariga dublyorlik rejalashtirilgan edi. Men shaxsan o'zim Olot tuman hokimi Ne'mat va Nargiza Isamidinovani tanladim. U kishi juda kuchli professional rahbar hisoblanadi. Bilasizmi, shunday suhbat jarayonida biz nimadan chiqib ketganimizdan keyin, hokimiyatdan chiqib ketganimizdan keyin oldilaridan mahalladagi fuqarolar aytyapti. Birin-ketin hammasini taninglar. Har biri bilan "Sana anavi ishing bitdimi? Sana anavi ishing bitdimi?" deb ular bilan muloqot qilyaptilar. Hayron qolganim, qarang, hammani taniydilar. Keyin bir savol berdim. Nargiza Isamidinovna, sizning yutug'ingiz nima bu olotni boshqarishingizga deganimda, beshikdan to katta yoshdagilarni men taniganim dedilar. Bu ham bir nima deydilar, rahbarlikka o'sha yuqtirilgan desam ham bo'ladi. Qancha vaqt yurdingiz shu dublyorda? Bir hafta mobaynida, lekin ko'p narsa o'rgandim. Yig'ilishlarga kirdik. Yig'ilishlarga masalan xodimlarga vazifa berish taktikalari o'zgacha u kishini. Hayot tashvishlaridan horib, charchaganda har bir insonni qalbiga taskin beruvchi yashirin hobbisi bo'ladi. Men charchaganda o'zimni stressimni, charchoqlarimni chiqarishga fortepiano chalaman. Ba'zan hamma narsa og'ir keladi. Mas'uliyat, odamlarning umidi, hal qiluvchi qarorlar. Lekin ana shunday paytlarda hokimni qadrdon pianinasi, tanish kuylar o'sha bolalik davriga olib boradi. Otasining "Sen qila olasan" degan ovozini eslatadi va yana kuch oladi. Nargiza Ne'matova O'zbekiston tarixida hokimlik lavozimiga tayinlangan birinchi ayol sifatida tarixga kirdi.